Azizlar, o'ttosh kasalligini vaqtida operatsiya qilish kerak. Agar vaqtida operatsiya qilinmaydigan bo'lsa, u bezovta qilishni boshlagandan keyin quyidagi asoratlar kuzatilishi mumkin. Mana hozir shuni birgalashib ko'ramiz. Mana shu o't qopi ichida toshlar bor. Shu toshlar yallig'lantirib shu ahvolga kelgan. Mana bu yeving bu mana. Shu o't qopini yeving qoplagan. Shu o't qopidan sizib mana yeving safo qorin bo'shig'iga chiqqan. Buni peritonit deydi mana. Peritonit. Demak, bu bemorimiz deyarli 5-6 kundan beri shu o'ttosh kasallik bilan aziyat chekib yuribdi, pristuplar bilan. Shu 5-6 kun ichida shunaqa holatga kelish ehtimoli bor. Mana bu joylarda mana shu joylarda ham yeving mana hamma yo'q. Yeving, fibrin qoplanib ketgan mana. Deyarli o't qopi yorilib ketganga ham o'xshayapti. Bu mana yog'lari kelib oladi. Shuni endi biz hozir iloji boricha mana ochmasdan laparoskopik usul bilan amalga oshirishga harakat qilamiz. Lekin amaliyot juda qiyin bo'ladi. Sababi bunaqa o't qopini laparoskopda olib tashlash ham qiyin mana. Xullas mana shuni mana ajratyapmiz. Mana o't qopiga yog'lar, atrof to'qimadagi yog'lar kelib yopishib olgan mana. Qani ko'rsataylikchi. Bo'ldi. Mana endi o't qopi ajradi, lekin o't qopini holatini qaranglar, holatini. Mana shu ko'kargan joylar, baqatonga o'xshagan joylar, mana shular hammasi teshilgan bular, chirigan. Ya'ni o't qopini devori chirib, bo'shlig'idagi safo yevingli ajralma qorin bo'shig'iga tushgan mana. Mana buni endi operatsiya qilib olib tashlash oson bo'lmaydi. Shuning uchun sizlarga maslahat, o'ttosh kasalligi aniqlanib, u pristup berishni boshlasa, ya'ni bezovta qilishni boshlasa, albatta buni olib tashlagan ma'qul. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.